أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بكان كاجن درس بوصا العلامة المحقق المفسر جلال الدين السيوطي رحمه الله يزغان تفسير الجلالين نملق كتابنا الله عز وجل قوله بسورة بقرة ديكي قوله 215 آيات توانديكي منو آيات كيودك الله تعالى ديدوكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Allah Azze ve Celle bu kavlede deydi ki yes'alûneke mâzâ yunfikûn. Ular sizden çıkım kılıdığan dersini soraydı. Ular sizden nemini çıkım kılıdığanlıqını. Ular nemini çıkım kılısı bulduğanlıqını soraydı. Kul ma enfaktum. Ular eytin ki ma enfaktum. Sizler kandak bir nersini yani yaxşılıqtın boğan kandak bir nersini çıkım kılsаңlar. Yani halal maldım bu hayır degan yani halal maldım boğan kandak bir nersini çıkım kılsаңlar. Felil valideyn. O çıkım kılgan nersini birinci kılıp ata ana üçündür. Ata anığı çıkım kılsılar. Vel akrabin ve ulug tuqqanlar üçündür. Bu atful am alal khas degan bo'ldi. Ulug tuqqanlar üçündür. Vel yetama ve yetimler üçündür. Vel mesakin miskinler üçündür. Ve bin sebil ve ibn sebillah. Yolcular üçündür. Yani çıkım kıldığan neyim? Babamız nefli sadakatına hükümü. Nefli sadakatına muşlar başsanlar en cayın tapkan boludu. Ve ma tef'alu min hayrin fe innallaha bi alim. Sizler kandaklıki bir yaxşı işini kılsanlar fe innallaha bihi alim. Allah okuyan yaxşı işlerini bilip turguçudur deydi. Yani emdi bu şu ayet kelimenin tefsirinde deydi ki esbabu nuzulil ayet. Bu şu Allah Teala'nın bu kavlindeki düşüş sebebi deydi. 215. ayetin düşüş sebebi. Bu düşüş sebebi ne olmuş? Musannif rahimahullah özü yazgan. Lubabun Nukul diyen kitabı. Bu kitabın ismi Lubabun Nukul fi esbabin nuzul diyen kitabı da deydi ki Allah Teala'nın yes'alûneke mâzâ yunfikûn diyen kavli. Bu ayetin ahırıca Akhraca İbn Cerir et-Tabari rahimahullah İbn Cüreyc rahimahullah'tan rivayet kılıp çıkan ki İbn Cüreyc rahimahullah mı da degen Sa'alel mu'minun mu'minlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sorudu. Nemdep sorudu? Eyne yed'ûne emvâlehum. Mallarını nerede koyuyordu? Yani kim gibi o dep sorudu. Fenezelet ama şu ayet yes'alûneke mâzâ yunfikûn kul mâ enfaktum min hayrin diye ayetin ahırıcı nazil oldu. Ve akhraca İbnül Munzir Ebi Hayyan'dan rivayet kılıp Emr ibn-i Cumuh'un bundak digerlikine rivayet kılıdı. Sa'alen Emr ibn-i Cumuh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sorudu. Mâzâ nunfiku min emvâlina. Biz mallarımızdan nemini çıkım kılımız ve eyne neda'uha ve kayada kuyumuz dep sorudu. Fenezelet tüvenki muş ayet nazil oldu. Hem de Musannif rahimahullah bizim tefsiri dedi ki yes'alûneke. Yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin ola soruydu. Yani kimler soruydu yani mu'minler. Mu'minler soruydu. Mâzâ yunfikûn. Mâzâ yunfikûn. Diyen ey ellezîne yunfikûnehu. Demek ki onu musannif bir yerde ma istifhami. Za nema ism mevsul. Za ism mevsul yunfikûne silatu ism mevsulun silesi. Hu diyen el-âid el-damir nema mahdhuf. Yani mellezî yunfikûnehu. Ola çıkım kıldığın nâsi nima? Mallarının kandak nâsini çıkım kılıdı. Dep sual soraştı. Ve sâil bu sorguç kim? Emr ibn-i Cumuh diyen sahabi. Ve kâne şeyhan. Bu kişi bize kere kişiydi. Zâ mâlin. Puldar kişiydi. Puldar. Maldar kişiydi. Fese'alen nebiyyü. Fese'elen nebiyye amma yunfik.
Bu kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan amma yunfiq nimani chiqim qildiganligi va ala ma yunfiq kimga chiqim qildiganligini so'radi. Demak, ma oyatda mahdufat bor. Chunki oyat qisqa so'zlaydi. Ya'ni u sizning nimani chiqim qiladi degan gap savolda nimani chiqim qildi degan gap bo'ldi, nima yo'q? Kimga chiqim qildi degan gap yo'q. Lekin savolda begapani biz kimga chiqim qildi deganni bir yerdan sababini uzun topdik. Yana birchi oyatning javobdan. Javobda nima deb javob berildi? Javobda ikki xil javob berildi. Biri haloldan tepish. Ikkinchisi palani birisilar degan gap chiqdi. Savolda bu gap yo'q. Demak, savolda mahduf qilingan, qisqartirilgan. Anladın? Yani Amr ibn Cumuh degan kishi so'rgan, yani sahobalar, musulmonlar so'rgan. Musulmonlarga vakolatli qilib demdi. Vakolatan so'rgan bo'ladi Amr ibn Cumuh. Aminibiki bu nafli sadaqat ekanligi chiqib turdi. Qul lahum ularga denki ma anfaqtum min khayrin. Degandiki, ma'diki bayanun lima. Ma'diki ma degan masalaga ma degan nimani bildirdi? Kalimat amma dedik shundaqmi? Yani ma anfaqtum degan ma shamilun lil qalil vel kesir. Oznimi, ko'pnimi chiqadi. Qanday oz chiqim qilsang bo'ladi, ko'p chiqim qilsang bo'ladi. Chiqib chiqim qilsangligini bo'ladi. Bir shart bor. Ma shart demaydi, ma shart deydi ekan. Min khayrin. Khayrin degan nima? Halol ma'nosida, halol. Ya'ni sizlar chiqimgan narsa qanday bo'lish kerak? Halol bo'lish kerak. Ya'ni pul molni haloldan tepib, halolga chiqim qilish kerak. Ha. Nimadan chiqim qilma desa, ya'ni pul molingdan oz chiqim qilsang mayli, ko'p chiqim qilsang mayli. Nimadan chiqim qilinglar? Haloldan chiqim qilinglar. Haloldan sarf qilinglar. Halolni xajlanglar. Alloh yo'lida. Endi tabiiyki bu nafli sadaqat ekanligini ma'lum, chunki falil validayn deganda biz buni nafli sadaqat ekanligini bildik. Chunki zakat ota-onaga durust kelamdi, durust kelmaydi. Zakat ota-onaga durust kelmaydi. Bituqqanlik qarindoshlik durust kelmaydi. Ha, anda olgandan keyin demak bu nafli sadaqat ekan. Demak molda zakatdan boshqa nima bor ekanina haq bor degan gap. Chunki bu Peygamber Aleyhisselam dedi so'zlagan, qiyomat kuni eng dastlabki so'radigan manchi savol bor, insonning boshqa osh so'ralmoqchi teyilib ketmaydi deydi. Bu savolning birisi pul malidan savol qilinadi, nereden topdi, nega sarf qildi? Anladın? Nereden topding pul malni, nega sarf qilding degan vaqtda mishadi imtihonni o'tamay simulloq etildi jahannamga degan. Shuning uchun sahobalar nima qildi? Misalda pul malimizning qandig'ini birimiz Andan azını bilemdimiz köpnümü. Haya halal haram tapsa qanday kitapqa pulimiz mazak bo'laveramdi. Andan kimga bilamiz degan savolni so'rashganda Alloh azza va jalla shunga javob bergan. Ya'ni ma anfaqtum nimani chiqib qilsang mayli, oz ko'p bo'lsa masala yo'q. Min xayrin bo'lsin. Ya'ni haloldan bo'lsin. Yaxshi narsa qanday narsa, halol narsa. Bu bayanun lima bayan bu. Shamilun lil qalil vel ketir. Oznimi ko'pnimi o'z chiqargan. Ve fihi mana bu ma anfaqtum min khayrin degan oyatda bayanul munfaqillezi huwa ahadu shiqqayis sual. Savolning ikki bo'ligining biri bo'lgan munfaqning bayoni bor bu yerda. Munfaq degan nima? Chiqim qilinadigan mol. Ya'ni sarf qilinadigan, xajlanadigan, Alloh yo'lida chiqim qilinadigan mol nima munfaq. Munfaqning bayoni bor. Va ma anfaqtum min khayr. Haloldan bo'lish kerak deb buning bayoni bo'ldi. Endi va ajaba anil masraf. Masraf degan nima? Yani şu pulni beriladigan o'rin. Beriladigan pul munfaq. Beriladigan joy ne? Beriladigan joy masraf adıldı. Ve acaba anil masraf allazi huwa shiqqul akhir. Sualning yana bir bo'ligi bo'lgan masrafdan, hazf qilingan, sualda hazf qilingan yana bir bo'ligi bo'lgan masrafdan bizdan bunu bilan javob berdi Alloh taolo. Falil validayn. Ham kimga nimadan berdiganligini haladan bo'lgan pul molni az bo'lsin ko'p bo'lsin biringlar. Bu bo'ldi. Ama kimga beramiz? Falil validayn. Eng dastlabda nafli sadaqatni, nafli chiqim xajlaydigan, ya'ni ota-onaga beramiz. Falil validayn. Ota-ona uchun xajlanadi. Eng dastlabda qilinadigan yaxshilik, xajlanadigan pul, sarf qilinadigan mol dunyo har qanday narsa bo'lsin, ota-onaga beriladi. Val aqrabin va unning qasini urug' tuqqanlarga. Ya'ni urug' tuqqanlar. Asli urug' tuqqan degan ota-ona urug' tuqqanning ichiga tava. Lekin nima bunun deb ataladi bu atfu am alal khas deb ataladi. Va validayn degan nima? Ota-ona, urug' tuqqan, aqrab. Aqrabin degan urug' tuqqan ichida ota-onami bor, boshqa urug' tuqqanimi bor. Nima uchun validaynni oldiga chiqib keltirdi va oldiga kelib qo'y desa, muhim bo'lgani uchun. Ota-onaga yaxshilik qilish
boshqa o'tiqanlik yaxshilik qilishning natijasi muhim zur bo'lganligi uchun uni ayri oldida ham keladi qoida bo'yicha keyin keladi bo'ladi asli atfi xos alal am qilgan bo'lsa bak yaxshi bo'ladi dedi ama buni atfil am alal xos qilib qo'ydi oldiga chiqib qo'ydi nima sababdan uni intayin muhim bo'lganligi uchun oldiga muhim bo'lganligi uchun undan keyin val yatama yetimlarga ya'ni o'tiqanlarga va yetimlarga qanday odamlar yetimlar degan ya'ni balog'atga yetmagan vaqtida dada so'ylab qolganlar onasi bor odam yetimni hukmiga kelaveradi bas balog'atga yetmagan holatda dada so'ylab qolganlar bo'lsa yoki dadasi bilan ketib qolgan dadasi yo'q odam bo'lsa uylab qilish shart emas masalan turmushga kelib qolsa masalan dadasi yetib ketsinmi yo'qolib ketsinmi hisob shu yetimga hisob bo'ladi yetimlarga beriladi val masakin miskinlar degan faqir miskin ichib kirib ketadi ishkiniz faqir boshqa miskin boshqa har ishkiniz ichib kirib ketadi va ibn sabil va yo'lovchilarga faqir ya'ni musofirlarga beriladigan pul nafli sadaqat ya'ni zakatdan boshqa beriladigan hadiya pul hajlanadigan ya bo'lsa kimga ota onaga urug' tuqqanlarga yetimlarga g'arib miskinlarga va musofirlarga beriladi ya'ni hum avla bihi ya'ni mushu pulni berishga boshqa odamlardan jamiyatdagi boshqa sinflardan boshqa turlardan mushu tilga olingan qancha xil tur ota ona urug' tuqqan yetim faqir miskin ibn sabil musofirlar mushu 5 xil tur ang loyiq va ma taf'alu min khayrin ay min infaqin aw ghayrihi ya'ni sizlar qilgan yaxshilik qandoqligi bir yaxshilikni qilsanglar ya'ni chiqim qilishdan masalan haq yo'lida xirojat qilish pul chiqim qilish sarf qilishdan iborat yoki g'ayrilgan pul chiqim qilishdan boshqa yaxshi ishlar masalan bir kim yo'l ko'rsatib qo'yish yaxshi chiroyli gap qilish bir kim yordamlash deganda qandoq bir yaxshi ish qilsanglar fa innalloha bihi alim alloh taolo uni bilib turg'uchidir fa mujazin alayhi shu sababdan bilib turganlik uchun unga jazo mukofot beradi demak bu yerdan yangi chiqadigan bir inchki bir ma'no bor alloh taolo sizlarniki qilib bilib turdi degandan keyin unda bo'lsa nafli sadaqatda alloh taolo bilib turdi degandan nima chiqdi ekan maxfiy qilish afzal ekan maxfiy qilish nimaga yiroq nimadan yiroq riyodan yiroq maxfiy qilsa riyodan yiroq bo'ladi uni alloh taolo bilib turgandan keyin fa innalloha bi alim degandan maxfiy qilsaqmi oshkor qilsaqmi alloh taolo bilib turdi ekan bilib turgandan keyin bo'lsa shu alloh taolo tilga olgan shu eng muhtoj odamga bersak uni degan buni qancha maxfiy bersak o'ng qo'limiz berganni so'l qo'limiz tuymaydigan darajada bunday maxfiy bersak alloh taolo bilib turgandan keyin ham yaxshi bo'ldi afzal bo'ldi ekan degan natija shariat bilan chiqdi shariat bilan chiqib turadi undan keyin masalan nafli sadaqatlarni maxfiy bergan odam qiyomat kuni alloh taoloning arshisining soyasidan boshqa hech bir soyasi bo'lmagan chog'da arshining soyasi soylaydigan bandalarning biri 7 xil bandaning biri kim o'ng qo'li berganni so'ng qo'li tuymaydigan darajada ay shunda maxfiy darajada yaxshilikni boshqalar qiladigan kishilar deydi xo'sh endi alloh azza va jalla bu oyat karimada deydiki a'udhu billahi minash shaytonir rojim كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم Allah Azze ve Celle bu ayet kerimede dedi ki kutibe aleykumul qitalu ve huve kurhun lekum. Sizlerge uruş kılıç yani kafirler bile uruş kılıç farz kılındı. Halbuki bu uruş kılıç cihat kılıç sizlerge yaman körül güçüdür. Sizler bunu yaş görmezler. Ve asa en tekrehu şeyen. Sizler birer şeyini yaman körüşünler mümkün. Halbuki o nerse sizler üçün yaxşıdır. Ve sizler birer şeyini yaxşı körüşünler mümkün. Halbuki o nerse sizler üçün yamandır. Vallahu ya'lemu. Allah bilidir. Sizler bilmeysizler. Hem de Allah Azze ve Celle bu ayet kelimede diyor ki kutibe ey furida. Kutibe degenin manası yani yazıldı degen gap asli lekin manasini farz qilindi degan bo'ldi. Kutibening manası Qur'onda qanday edi? Kataba deb kelsa manasi nima?
farada, fulida deb bo'ldi. Ya'ni farz qilindi. Nima farz qilindi? Alaykumul qital. Sizlarga urush qilish, ya'ni kim bilan? Kofirlar bilan. Kofirlar bilan urush qilish, ya'ni jihad degan gap. Kofirlar bilan urush qilish jihad deb ataladi. Normal qital urush degan gap. Va huwa kurhun. Bu yerdagi masdar. Va huwa kurhun degan ism masdar nima deganida? Ism maf'ul ma'nosida. Ya'ni isnad majazi. İsnadul fi'li ila gayri musnadin ilayhi deb ataladi. Fi'lni o'ziniki musnad ilayhiga isnad qilmay, uniki mutaalliqatiga isnad qilish deb ataladi. Isnad majazi yo'lidan bo'lgan majaz, ko'chma. Ya'ni va huwa kurhun degan ay makruhun. Ya'ni bu sizlar bu jang qilish, jihad qilish nima sizlarga yomon ko'rilguchidir. Nimaga desa tab'an degan tabiat jihatdan. Sizlarning tabiatinglar jihad qilishni yoqtirmaydi, yaxshi ko'rmaydi. Jihad qilgisi yo'q. Nimishqa li mashaqqatihi. Degan u jihadniki intayin mushaqqatlik bo'lganligi, qiyin bo'lganligi, ba'zida mushaqqatlik emas, balki jonni beradigan, o'ladigan ish bo'lganligi uchun. Va asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Degan sizlar biror shay'ini yomon ko'rishinglar mumkin. U shay halbuki va halimadiki, halbuki u shay'i sizlar uchun yaxshidir. Va asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Sizlar biror shay'ini yaxshi ko'rishinglar mumkin. Halbuki u shay'i sizlar uchun yomondir. Ya'ni nima ish qilsa, li maylin nafsi, ya'ni nafsning ila shahawatil mujibati li halakiha. Nafsni halok qiladigan, nafsining halokatini vojib qiladigan shahvatlarga va nufuliha an taklifatil mujibati li sa'adatiha. Nafsning saodatini vojib qiladigan takliflardan qochadigan, nafsni halok qilishni vojib qiladigan shahvatlarga nima qiladigan? Nafsning mayl bo'lganligi uchun. Nafsning halokatini vojib qiladigan shahvatlarga mayl bo'lganligi va nafsniki saodatini vojib qiladigan takliflardan qochadigan bo'lganligi uchun. Tushundingmi? Qochadigan bo'lganligi uchun nafsni meni yaxshi ko'rmay, ba'zida nafsga foydali narsani yaxshi ko'rmaydi. Nafsiga ziyon bo'lgan, foydasiz bo'lgan, ziyonli bo'lgan narsani yaxshi ko'rib qoladi. Nafs degan insonga dushmandir. Li'anna fala'alla lakum fil qitali wa in karihtumuhu khayra. Balkim sizlar uchun fil qital degan urush qilishda garchi sizlar Alloh yo'lida urush qilishni yomon ko'rsanglarmi, yoqtirmasanglarmi, yaxshilik bo'lishi mumkin. Nima ish qildi? Anna fihi, chunki Alloh yo'lida urush qilishda imma zafaru val ghanima. Ya zafar tepish bilan g'animat elish bordir. Avi shahadatu val ajr. Yoki shahid bo'lish bilan ajr elish bordir. Va fi tarkihi, jihadni tark etishda va in ahbabtumuhu sharra degan garchi sizlar jihadni tark etishni yomon yoqtirsanglarmi, yaxshi ko'rsanglarmi, buningda yomonlik bordir. Nima ish qildi? Anna fihi zullu val faqru. Chunki jihadni tark etishda xorlik bordir. Faqirlik, nomratlik bordir va hirmanil ajr va hirmanul ajr degan ajr savobdan, ajr mukofotdan mahrum qilish bordir. Bu haqiqatdir. Agar bizniki ota-bobolarimiz oxirgacha bir chidab shu o'lgicha urushib ketgan bo'lsa, balki Xitoylar bizga kelmasligi mumkindi. Xitoylar qochib ketishi mumkindi. Ya biz o'lib ketgan bo'lsak, biz qolmagan bo'lsak, bu xorlikqa, bu nomratlikqa, bu charsizlikka qolmas edik. Agar biz shu chidab ketgan bo'lsak, biz ko'ryapmiz shu natijaning o'zini. Xitoyniki nejistligining balasini biz ko'ryapmiz. Andan mush natija. Vallohu ya'lamu, Alloh taolo biladi. Yani ma huwa khayrun lakum. Sizlarga nimaning yaxshi ekanligini Alloh biladi va antum la ta'lamun. Sizlar bilmaysizlar. Ya'ni sizlarga nimaning yaxshi, nimaning yomon ekanini sizlar bilmaysizlar, Alloh biladi. Fa, ya'ni shu sababdan badiru ila ma ya'murukum bihi. Alloh taolo sizlarni nimaga buyursa, shuni qilishga sizlar oldiringlar deydi. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.